Tergovchi davlat odami-ku, unga ishonsa bo'ladimi? Tergovchi to'g'ri, huquqni muhofaza qilish organi xodimi, ya'ni davlat byudjet tashkiloti xodimi. Lekin tergovchi o'z navbatida o'ziga ishonib topshirilgan jinoyat ishini barcha alomatlari bilan aniqlash vazifasi yuklatilgan davlat odami. Uning maqsadi jinoyat ishi doirasidagi barcha jinoiy qilmishlarni aniqlash. O'zbekiston Respublikasida yashirin iqtisodiyot bor ekan, yashirin iqtisodiyot bilan bog'liq odamlar faoliyat yuritar ekan, tergovchiga ishonib bo'lmaydi. Yashirin iqtisodiyot bilan tergovchini nima aloqasi bor deb aytishingiz mumkin. Mana so'nggi yillarda firibgarlik bilan bog'liq jinoyat ishlarining soni juda ham ko'payib ketgan. Firibgarlik bilan bog'liq jinoyat ishlari tadbirkorlik sohasida, odamlarni chet elga yuborish sohasida, davlat organlarida ishlovchi xodimlar orasida uchramoqda. Shunday ekan, sizni barcha xatti-harakatlaringiz qonuniy ekanligiga, ya'ni yashirin iqtisodiyot bilan bog'liq emasligiga ishonchingiz komil emas ekan, tergovchiga ishonish kerak emas.